Assalomu alaykum azizlar. Uybekasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bu bo'limni shiflera bu variegatni yashil oq ranglikmi. Sababi bu bo'lim oxirgi paytlarda tinmay bargini to'kdi. Juda ham bargini to'kdi, har xil dog'lar tushdi. Bu yil bahorda buni tuprog'ini o'zgartirgan edim. Keyin buni men bugun ertalab ochdim, to'kdim tuprog'ini. To'g'ri chilla, kun issiq, lekin shunaqa holatlar bo'lsa majbur ochar ekansiz. Chunki yoz tugaguncha, chilla o'tguncha bu gulim barglar to'kilib tamom bo'lgan bo'ladi. Mana shunaqa mana 2 qavatlik tuvakda edi mana. Gulim juda chiroyli turgan edi. Suv quysam hech qayoqqa to'kilmaydi. Qiynalmayman, hamma joy tuproq, loy bo'lmaydi. Sug'oraman, ichida qoladi ortiqcha suv. Vaqtim bo'lganda olib to'kib tashlarim. Keyin buni bugun tuprog'ini o'zira qanaqadir yo'tal kelib qoldi. Tuprog'ini to'kib almashtirdim. Qarasam bu 2 qavat, bu tuvak 2 qavat. Mana ko'rib turganinglardek. Bu tagidan tushgan suv, men sug'oraman. Tagidan tushgan suv mana shu idishda turadi. Oq idishda. Tagida 2-qavatida turar ekanda, u hech qayoqqa ispareniya, kun issiq, havo bug'lanadi, ispareniya bo'ladi. O'shaning hisobiga bug'lanadi, bu qaytadan tepaga ko'tariladi. Tagidan ildiziga uraveradi. Tepadan bizlar suv quyamiz. Tagiga tushadi, u qaytadan ispareniya bu bug'lanib tepaga ko'tariladi. O'shaning hisobiga bu gulim bargini to'kar ekan. Ko'p bo'lmadi bu barg to'kishni boshlashiga. Kunlar isib, jazirama issiqlar bo'lishni boshlagandan bu gulim ham bargini to'kishni boshladi. Har xil manaqa dog'lar tushdi. Dog'lar ko'payib keyin yana to'kaverdi barglarni. Keyin majbur bo'ldim bugun tuprog'ini almashtirib, buni sababini topdim. Bug'lanib turibdi, tagida ispareniya bo'lib. Keyin bu 2-tuvagini men 2-qavatini olib qo'ydim. Mana endi yoz davomida tangaga solib qo'yamiz. Qishda, kuzda, bahorda bu hech qanaqa o'zgarishsiz juda ham yaxshi o'sdi, chiroyli o'sdi. Tuprog'i yumshoq, yengil. Tuproq bunga ma'qul kelib, juda ham yaxshi o'sdi. Men bu gulimdan, shifleradan qalamcha olib ko'kartirdim. Juda ham yaxshi holatda. Bu mana shu jazirama kunlar boshlangani bilan shunaqa bargni to'ka boshladi. Mana ko'rganinglardek 2-qavat tuvagini men olib tashladim. Endi bu vaqtincha jazirama yoz o'tib bo'lguncha buni qo'ymaymiz joyiga. Tagiga o'sha talinkada turadi, tushgan suv tagiga. Endi yana bitta Vicus Benjamin gulim bu hovlida turibdi mana. Har yili shu joyida turadi. Shu gulim har yili shu joyida mana ko'rib turibsizlar. Mana kattagina bo'lib qolgan. Hovliga chiqargandan keyin men sizlarga yaqinroqda ko'rsataman. Hovliga chiqargandan keyin buni barglari quyuqlashib juda ham chiroyli bo'ladi. Hozir chayman, kechqurun bularga suv sepaman, suv quyaman, leykada, ba'zan to'g'ri bo'ladi. Men shlankada ham suv sepaman. Shlankada обильный quyib suv yaxshilab sepaman. To'yguncha spreyda, dush deymiz, men spreyni shunaqa qilaman kechqurun. Endi qarasam bu gulim ham barglarni sarg'ayib to'kyapti mana Benjamin. Bu yozda hech qachon bargini to'kmaydi, mana turibdi. Bargini to'kkan mana holati. Demak, bunga nimadir yoqmayapti. Mana tagida ham mana to'kkan, sarg'ayib. Suv hammasi joyida, dorilarni vaqtida beryapman. Mana bu ham 2 qavat tuvakda. Men sababini o'ylab mana shu kichkina tuvakdagi shifleradan keyin bildimki, demak 2 qavat tuvak bunga. Demak, buni 2-qavatini mana bitta qavat tuvagini oldim. Mana chetga olib qo'yamiz. Mana buni qaranglarda. Mana ildizi bu yog'igacha chiqib, bu yoqlariga ham o'ralib o'sibdi. Endi men hayronman, buni yozning chillasida qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak, qani
topaman bir yo'lini. Bular ham ildizi ham juda issiqda bunaqa holatda tursa, yana barg to'kishi mumkin-da, shunisi bor. Mana buni hozir aylantirgani ham mana bu yoqda ham mana ildizlari chiqib o'sibdi. Juda ham yaxshi chiroyli o'syotdi. Qani mana ildizlar mana juda ham uzun, yaxshi o'sgan. Holati yaxshi. Bu degani holati yaxshi degani. Lekin ertaga issiqda bu hozir chiqarib qo'ysam, jazirama issiqda nima holatga tushadi, qanaqa nima bo'ladi? Qani ko'ramiz. Buni qaytadan ekishga hozir men jazm qila olmayman. Yoz chillasi issiq. U gul kichkina gul emas, kattagina gul. Qani o'ylab ko'ramiz. Sizlarga nima maqsad ko'rsatishda maqsad, agar sizlarda ham shunaqa 2 qavatli tuvaginglar bo'lsa, qaranglar, gullaringlarning holatiga qaranglar. Keyin o'shanaqa gullarni ham o'sha 2 qavatli tuvakka ekishga ham juda ruju qo'ymaslik kerak ekan. Men shuni fikrga kelib qoldim. Juda ham chiroyli tuvak, oynalarni oldiga qo'yib qo'ysak, o'sha podakonniklar deydi-yu, o'sha gul qo'ygan joylarimiz kir bo'lmaydi. Ana ortiqcha suv yo ana tuprog'idan ana loy chachrab ketib, oynalarning oldi kir bo'lmaydi deb o'shaning uchun 2 qavatli tuvaklarga ekishni yaxshi ko'rardim. Shunaqa ekyaptim. Endi qarasam sal adashmanmi balki, lekin anaqani kayfiyatni tushirmanglar. Gul o'stirishda davom etinglar. Gulinglar yashnab, chiroyli bo'lib, ko'zinglarni quvontirsin, hammani havasini keltirsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana g'oyibona uchrashguncha Allohga omonat bo'linglar.